Sahabiler izledin, çaknigan izzet nuri, bütkeni sıkın idin, hak İslam'ın tülbuli. Başakmaz kafirga, şiddet bilen atzeli, Hemze Halit Musettek, şir yürek oğlanları. Ayşe binti Ebu Bekri. Ayşe'nin hayatı bizge ayollarning ilmde alim o'limalarga ustoz bo'laydigan holatda erlardan zo'r darajada halqib ketalaydiganligini isbotlab berdi. Ayşe nihoyat yosh vaqtida mo'l va cho'nqur bilimlarni egillagan edi. U bolaligining dastlabki vaqtlarida keng bilimi, esil axloqi va xushxuy muomalasi bilan Quraysh ishida hurmatga sazovor bo'lgan dadisi Abu Bakrning tarbiyasida bo'ldi. Abu Bakri hurmatli payg'ambar alayhissalomning eng yaqin do'sti bo'lib, Rasululloh payg'ambar bo'lishdan xili burunla Abu Bakrning uyiga pat-pat kelib turadi. Ayşe yoshlik davrida o'zining kishini jalb qiladigan go'zalligi va odatdan tashqari asli tutish qobiliyati bilan buyuk payg'ambarimizning diqqatiga va yaxshi ko'rishiga sazovor bo'ldi. Rasulullohning ayoli va yaqin sahobisi bo'lish sifati bilan Ayşe Rasulullah'tan hiçbir ayol egillagan bilimlarni egillagan edi. Ayşe 10 yoshga kiray deganda Makkada Rasulullahga nikohlandi. Ammo hijratning 2-yili Ayşe 14-15 yoshlarga kirganda ondan to'y murosim o'tkazildi. Mayli nikohdan ilgari yoki keyin bo'lsin, o'zining Allohning payg'ambariga uning sahobalari hatto o'z ota-onasiga muhabbat bog'lagan payg'ambarga yetliq bo'lganlikdan yiqish va tortinish yo'qdek, ilgirkideklar bolalarcha g'amsiz, xo'shal-xuram turmushini davomlashtirdi. Ayşe o'zining to'y kuni to'g'riliq aslab, ota-onasining uydan ayrilgan chaqda yo'lda ketayotgan bir do'sti bilan o'ynash uchun ota-onasiga to'ydirmasdan qo'rug'i chiqib ketganligini aytib berdi. Men lingirtaqtaq o'ynayotdim, deydi u. Uzun sochlarim shamolda chuvilib, qilayim qilishib ketgan edi. Ular kelib, meni o'yinimdan to'xtatib yasandirdi. Ular Ayşe'ga Bahrayning qizil yo'lliq raxtidan tikilgan to'y kiyimini kiygizdi. Ondan onasi yangidan silingan uyiga ilib keldi. Ansariylardan ba'zi ayollar eshik tubida ularni saqlayotdi. Ular Ayşe'ga "Alloh sana yaxshilik va xo'shal-xuramlik ato qilsin" deb salom berishdi. Shu chaqda Rasululloh kulimsirgan holda chiqib keldi. Bir qacha sut keltirildi. Rasululloh sutdan ichib, ondan Ayşe'ga berdi. Ayşe izza tortib ichishga unamagan bo'lsa-mu, Rasulullohning talab qilishi bilan sutdan ichib, ondan qachini yinida o'ltirgan otisi Asmoga uzatdi. Boshqalarimi sutdan ichishdi. Ana shu ularning to'yidagi oddiy, ammo katta bir ish bo'ldi. Hech qanday to'y ziyofati o'tkazilmadi. Payg'ambarga yatliq bo'lish uning bolalarcha xo'shal-xuramlik turmushini o'zgartib o'tmadi. Do'stlari doim uning hujrasiga uni yo'qlab kelib turardi. Ayşe mundaq deydi: "Men do'stlarim bilan qo'nchoqlarimni o'ynayotganda Rasululloh kelib qolsa, do'stlarim uydan g'ibida chiqib ketadi. Ondan Rasululloh chiqib, ularni qaytirib akiratdi. Chunki u mening do'stlarim bilan birga bo'lishimdan xo'shallanadi." Ba'zi chaqda Rasululloh Ayşe'ning do'stlarining qaytadigan vaqti bo'lmasa, o'yininglarni davomlashtiringlar, deydi va qo'shilib birga o'ynaydi. Ayşe mundaq deydi: "Bir kuni men qo'nchoqlarimni o'ynayapsam, Rasululloh kirib keldi va "Ey Ayşe, bu qanday o'yin?" deb so'radi. "Bu Sulaymonning otlari", dedim. Rasululloh kulib ketdi. Ba'zi chaqlarda Ayşe va uning do'stlari o'ynayotganda kirib qolgudek bo'lsa, ularning o'yiniga daxl qilmaslik uchun o'zining ridosi bilan yuzini to'sib olib o'tib ketadi. Ayşe'ning Madinadagi hayoti. Bir qitim Ayşe'ning dadisi va uning bilan birga turayotgan ikki sahoba Madinada ma'lum oylarda bo'lgan qattiq qiziqni bilan og'rib yetib qoldi. Bir atigini Ayşe ularni yo'qlab bordi. Ularning nihoyat ojiz va mag'dursiz holatda yotganligini ko'rib,
to'limu bearam bo'lib ketdi. Ayşe dadisidan ahvolning qanday ekanligini so'ragan edi. Uningga she'rga o'xshash ba'zi tushuniksiz so'zlar bilan javob qaytarildi. Qolgan ikkalanmi o'xshashla tushuniksiz bir nimalarni deyishdi. U nihoyat titit bo'lib uyiga qaytib Rasulullohga qizitmaning sababidan ular kalisidan adishibdi. Palpatish jo'ylab ketadi dedi. Rasululloh ularning nima deganligini so'radi. U garchi ularning nima deganliklarini to'liq tushunmasmi, lekin aynan so'zma-so'z qaytlab aytib berdi. Bu Ayşe'ning nurg'un yillardan keyinmi Rasulullohning ko'plagan qimmatlik, bebaho hadislarini asli qoldirgan nihoyat kuchli tutib olish qobiliyatini namoyon qildi. Rasululloh Madinadagi ayollar ichida Ayşe'ni eng yaxshi ko'radi. Bir qism sahobalar Rasulullohdan ba'zida so'raydi. Ey Rasululloh, sen dunyoda hammadan kimni yaxshi ko'rsan? Rasululloh bu savolga har qitimda o'xshash bir xilla javob bermaydi. Chunki u o'zining qizlarini va ularning bolalarini, Abu Bakrni, Alini, Zaydni va uning o'g'li Usamani nihoyat yaxshi ko'radi. Ammo ayollari to'g'riliq so'ralganda uning tiliga olgani faqat Ayşe bo'ldi. Ayşe mo Rasulullohni nihoyat yaxshi ko'radi va doim Rasulullohning o'zini qaysi darajada yaxshi ko'rdiganligini bilish orqali ko'ngli taskin topadi. Bir qitim Ayşe Rasulullohdan "Menga bo'lgan muhabbatingiz qandaroq?" deb so'radi. Rasululloh kuchlik va ishonchlik degan ma'noda arg'amchining tugunchisidek deb javob berdi. Shuningdan keyin Ayşe pat-pat tugun qandaroq deb so'raydi. Rasululloh mo ilgirkidekla deb javob qaytaradi. Ayşe payg'ambarga bo'lgan muhabbatidan ayrilib qolishdan qo'rqqanlikdan Rasulullohning o'ziga qaraganda boshqa ayollarga bekrak ko'ngil bilib ketishini xiyoliga keltira olmaydi. Bir qitim u Rasulullohdan: "Ey Rasululloh, agar sen tog' bag'rida biri padlar kirib o'tlagan, yana biri texi pada kirib baxmagan ikki yayloqqa kelsang, padlaringni qaysida yayilsan?" deb so'radi. Rasululloh: "Texi pada kirib baxmagan yayloqda yayiltiman" deb javob berdi. Ayşe: "Garchi shundoq bo'lsa-mu, men sening boshqa ayollaringga o'xshamayman. Mendan boshqa hammasining sendan ilgari erlari bor edi" dedi. Rasululloh kulib qo'yib, boshqa hech nima demadi. Ayşe o'zining shu chog'dagi hissiyoti to'g'riliq keyin mundaq deydi: "Men Rasulullohning ayollarining hech biriga Xadijaga hasad qilgandek hasad qilmayman. Chunki Rasululloh Allohning uningga jannatda yaqutdan yasalgan bir imorat bilan xush xabar berishga buyurganligini eg'izdan tushirmaydi. Rasululloh qachonlik qo'y qurbonlik qilsa, doim Xadijaning yaqin do'stlariga uningdan avatib beradi. Men nurg'un qitim Rasulullohga: "Jahonda Xadijadan bo'lak ayol yo'qdek qilib ketadigansan" degandim. Bir qitim Ayşe Rasulullohdan bir qiyri Quraysh ayolni nima uchun shuncha cho'ng ko'rib ketadiganligini so'raganda, u ochiqlanib, u boshqalar mening payg'ambarligimni inkor qilganda menga iymon etgan ayol. Boshqalar meni yolg'onga chiqarganda, u mening rostligimni chin ko'ngildan e'tirof qildi. Men voz kechmoqchi bo'lganda, o'zining mol dunyosini sarf qilib, mening qayg'u-hasratimni yengillatdi" dedi. Ayşe nihoyat quluvchuq, savrchan ayol edi. Ayşe Rasulullohning Namrat oilasidagi jafoliq turmushga va uzun vaqt davomlashadigan ochliqqa savr qiladi. Rasulullohning ozg'ini bisoti bor uyda tomoq etish va non pishirish uchun hech nima bo'lmag'achqa, necha kunlab o'choqqa o't yiqilmaydi. Faqatla xurmo va suv bilanla kun o'tkazadi. Turmushidagi kambag'alchilikdan Ayşe qilchimi ranjimidi va izo tortib ketmadi. Bir qitim Rasulullohning ayollari uningda yo'q narsalarni so'rab, uni xafa qilg'achqa, payg'ambar alayhissalom ayollardan bir oy ayrilib turdi. Bu musulmonlarning Xaybar g'azotida nurg'un g'animat ilib qaytib kelgandan keyingi ish edi.
Bir oydan keyin Rasululloh birinchi bo'lib Oyshaning hujrasiga bordi. Oysha payg'ambar alayhissalomni ko'rib, nihoyatda xushal bo'lib ketdi. Ammo payg'ambar alayhissalom Allohning oyat nozil qilganligini, Oyshaning oyatda deyilgan ikki ishdan birini tanlashi kerakligini aytib, ondan oyatni o'qidi. Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab, seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo hayotini va uning zibu-zinatlarini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray. Ondan sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni, Allohning payg'ambarini va oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Alloh sizlarning oranglardagi yaxshi amal qilganlarga katta savob tayyorladi. Oysha: "Men albatta Allohni, Allohning payg'ambarini va oxirat yurtini ixtiyor qilman", deb javob berdi. Ondan Rasulullohning boshqa ayollarimi Oysha bergan javobni berishdi. U haqiqatan payg'ambar alayhissalomni hayot vaqtida bo'lsin yoki payg'ambar alayhissalomdan keyin bo'lsin, o'zining shu va'dasida mustahkam turdi. Keyin musulmonlar nurg'un g'animat olgan chaqda uningga g'animatdan 100 ming dirham tegdi. U pulni topshirib olgan chaqda ro'za tutib olgan edi. Pulni shu chaqda faqir hojatmanlarga taqsimlab berib etib, o'ziga iftor qilg'uchilikmi bir narsa qoldirmadi. Birdamdan keyin uning bir cho'risi uningga: "Bir dirham qoldirib qo'yib, iftor qilish uchun go'sht yetib olsang bo'lmamdi?" dedi. Oysha: "Agar iftor qilish esimda bo'lgan bo'lsa edi, shunda qilgan bo'lardim", deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalomning Oyshaga bo'lgan muhabbati oxirgacha susishib qolmadi. Rasulullohning kesili bak eg'irlashib qolganda, boshqa ayollarning taklifi bilan payg'ambar alayhissalom Oyshaning hujrasida turdi va beshini Oyshaning ko'krigiga yoki yo'tisi qo'yib yotdi. Payg'ambar alayhissalom misvak so'rdi. Oysha qayrinishidan bir misvak akilib, chaynab yumshtib, ondan Rasulullohga berdi. Rasululloh o'zining ojizlab ketganiga qaramay, uni kuch bilan tishiga surkib, tishini tozaladi. Uzun o'tmay Rasululloh hushidan ketdi. Oysha Rasulullohni vafot bo'ldi deb o'ylagan edi. Ammo bir soatdan keyin u ko'zini ochdi. Oysha Allohning eng hurmatli payg'ambarining sakaratdagi minutlarini bizga aynan tasvirlab berdi. Payg'ambar alayhissalom yana ko'zini ochganda Oysha uning mundoq deganligini esladi. Alloh hech bir payg'ambarga uning jannatdagi o'rnini ko'rsatmagicha va yashash yoki qabzruh bo'lish ixtiyorligini bermagicha uni qabzruh qilmaydi. U hozir bizni tanlamaydi, dedi Oysha o'ziga. Ondan u Rasulullohning past ovozda: "Alloh o'zining rahmatini tushirgan payg'ambarlar, shahidlar va solihlar bilan jannatdagi eng yuqori o'rinda birga bo'lishni umid qilaman", deganligini, ondan yana past ovozda mundoq deb duo qilganligini oldi: "Ey Rabbim, ey Rabbim, meni jannatdagi eng yuqori o'rinda." Ana shu Rasulullohning eng oxirgi so'zlari bo'ldi. Oyshaning ko'krigiga qo'ygan beshi asta-asta eg'irlashdi. Uydagilar eg'ir qayg'uga cho'mdi. Oyshamu beshini yostiqqa qo'yib, cho'nqur hasratlanib ketdi. Barcha koinot, tog'lar, dengizlar, dal-daraxtlar, qushlar hasratlanib ketdi. Butun dunyo musibat qayg'usiga patdi. Oyshaning hujrasidagi Rasululloh yotgan karavotning yoniga bir qabra ko'landi. Qattiq gangirash va eg'ir qayg'u ichida payg'ambarlarning eng kattasi, sharaflik buyuk payg'ambar alayhissalom dafn qilindi. Alloh o'zining suyumli payg'ambariga eng yaxshi mukofotlarni bersin. Amin. Oysha payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin 50 yil atrofida umr ko'rdi. U payg'ambar alayhissalom bilan qisqagina 10 yil birga bo'ldi. Shu vaqtning ko'p qismini Allohning muhim ishga ko'rsatmasi bo'lgan Qur'on Karim va payg'ambar alayhissalomning sunnatini o'rganishga sarf qildi. Oysha payg'ambar alayhissalomning Qur'on Karimni asli qoldirgan 3 ayolning biri bo'ldi. Qolgan ikkisining biri Hafsa, yana biri Ummu Salama edi.
Hafsaga o'xshash Oyshami payg'ambarlar alayhissalomning vafotidan keyin Qur'on Karimni qo'lyozma qilib yozib chiqdi. Rasulullohning hadislari to'g'riliq gap bo'lsa-la, Oysha 2000 dan ko'proq hadis rivoyat qilgan 4 odamning biri bo'lib tilga olindi. Uning qolgan 3i Abu Hurayra, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik radhiyallohu anhumlar edi. Oysha rivoyat qilgan hadislarning ko'p sondikilari uningdan boshqa odam aytib berilmaydigan ayol o'tirisidagi nozik masalalarga munosabatlik hadislardir. Texmi muhimi uning hadisdan egilagan bilimlari sahobalardan keyingi o'limalarning eng kattasi bo'lgan jiyani Urvani o'z ichiga olgan 3 kishi tarafidan yeziq shakli bilan bizga yetib kelgan. Rasulullohning nurg'un bilimlik sahobalari va ularning ergashuvchilari Oyshaning bilimidan manfaatlangan edi. Abu Musa Ash'ari bir qitim payg'ambar alayhissalomning sahobalari biror masalada gangirab qolsak, u to'g'riliq Oyshadan so'raydik degan edi. Oyshaning jiyani Urva uning fiqh bilimlariga pishiq bo'lib qolmay, tibobatchilik va shariatda kamolatga yetganligini bayon qildi. Rasulullohning nurg'ulg'an peshqadam sahobalari yuqori matematikalik kala talab qildigan mirosxo'rlikqa oid masalalarda uningdan maslahat so'rash uchun kelatdi. Ulamolar Oyshani Umar ibn Xattob, Ali va Abdullah ibn Abboslarga o'xshashla islomning eng dastlabki fiqhshunoslarining biri deb hisoblashadi. Payg'ambar alayhissalom uning mo'l bilimlarini tilga ilib mundoq degan edi: "Bu qizil ranglik ayoldan dininglarni o'rganinglar." Qizil ranglik degan ma'noni bildiradigan Umayra payg'ambar alayhissalom Oyshaga bergan nom edi. Oysha cho'nqur bilimlarni egallab qolmay, yana ma'rif, jamiyat, islohotdimi aktiv rol o'ynadi. U xuddi o'qituvchidekla nihoyat ochiq va qoyil qilarli holatda fikr qiladi. Ahnaf Oyshaning nutq qobiliyatini eng yaxshi atalg'ular bilan ta'riflab mundoq deydi: "Men hozirga kelguncha Abu Bakr, Umar, Osman va Alining nutqlarini angladim. Ammo hech kimning og'zidan Oyshaningidek qoyilqilarlik va go'zalroq bo'lgan so'zni anglab boqmadim." Uning bilimidan oziq olish uchun yiroq joylardan ayollar kelib turadi. Aytilishicha, ayollarning soni erlarninkidan ko'p edi. U ularning so'rag'anlariga javob bergandan tashqari, o'zining homiyligidagi yetim qizlar va o'g'illarning holidan xabar olib, ularni yaxshi tarbiyalaydi. Shunday qilib, uning uyi maktabga aylanib qoldi. Uning o'quvchilarining ba'zilari o'zlarining katta bilimi bilan nom chiqargan edi. Biz uning jiyani Urvaning dangliq hadis rivoyat qiluvchi ekanligini tilga olgan edik. Uning o'quvchilarining ichida Umra binti Abdurrahmon ismli bir ayolmi bor edi. Ulamolar uni eng ishonchli hadis rivoyat qiluvchilarning biri deb qaraydi. Umra Oyshaning kotibidekla Oyshaga kelgan xatlarni topshirib olish va javob qaytarish bilan mashg'ul bo'ladi. Oyshaning ma'rifni yuksaltirishi, bo'libmi musulmon ayollarning islom qonuni va islom ma'rifi bilan tarbiyalanishi cho'qim davomlashtirishga tegishli bir ish bo'lib qoldi. Xadija Kubra, Fatima Zahrodan keyin Oysha Siddiq islomdagi eng yaxshi ayol deb ta'riflandi. Chunki u o'zining kuchli tabiati bilan ilm-fan, jamiyat, siyosiy va urush sohalarida yetakchi rol o'ynadi. U doim o'zining urushga qatnashib qolganligiga qattiq pushaymon qiladi. Ammo uzun yil yashab, o'zining shu davrdagi eng hurmatli ayollik nomini asli keltirdi. U hijratning 58-yili Ramazon oyida olamdan o'tdi. O'zining talabi bo'yicha Madina Munavvardagi payg'ambar alayhissalomning sahobalari dafn qilingan Jannatul Baqiga dafn qilindi. Allah uchun faqat Rabbning rizasi dildagi armonlari ketdi Umar Osmon nahdi qo'g'dab tek turib Anas ibn Nazirda ummatning polvonlari